6. Haram. Öz vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va aman joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan İsmoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uchilar, itikobda o'ltirg'uchilar, ruku qilg'uchilar, sajda qilg'uchilar uchun pak tutishni buyurdik. 125. Öz vaqtida İbrahim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinish shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turli meyveler bilan rizqlandirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ini muddat, ya'ni hayotligida bahramon qilaman. Ondan keyin uni oxiratda dozoqqa haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat? 2. sura Baqara 125 126 oyat. Haram shimol tarafi Tan'im, janub tarafida Udatul ibn, sharqida Jirana, g'arbida Hudaybiyah bilan qo'rshalgan 100 o'lchimi 25 kvadrat kilometr keladigan rayondur. Bir rayonning sun'iy hamrohdan bir parcha rasmi tortilsa, Haram rayonining dashti cho'lning sapseriq bir cho'lning o'ttirsida qapqara bir volqonliq lava o'rmini borligi ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Bu rayonning chegaralari İbn Abbasning rivoyat qilishicha, İbrahim alayhissalomga Jibril alayhissalom tarafidan ko'rsatilgan. Undan keyin bu chegaralar payg'ambar alayhissalom tarafidan qaytadan belgilangan ekan. Anglangan boshqa bir rivoyatda deyilishicha, gunohiga tavba qilgan odam alayhissalom shaytonning o'zini qaytadan ozdirib ketishidan qo'rqqan ekan. Allohmu haram chegaralari atrofiga qo'yilgan muhofazat qilg'uchi farishtalar bilan bu yerni odam alayhissalom uchun bexatar rayon qilib bergan ekan. Arabiston yerim orlining dengizga yaqin o'rta qismida yer olgan bu kichik bir zamin musulmon tasavvurida insoniyat dostonining yezilishi boshlangan tunji betidan iborat edi. O'xshash bir bayonga asosan Ka'ba qurilgan bu yer bir o'tchori bo'lgan yer yuzining tunji shakllanish qatorida birinchi qitim so'g'an partisidir. Ya'ni to'pon balasidan keyin tunji qurgan yerdir. Milodidan 8000 yil burun oxirlashgan muz erishida insonlarning hayot kechirishi uchun eng muvofiq bo'lgan yap-yeshil bir rayoni edi. Ya'ni bu yer sharining kindikidir. Allohning insonlarga mehmonxona qilib hozirlagan hashamatlik bezigan yer yuzi tunji bo'lib, inson mehminini bu yerda qarshi elib kutib olgan edi. Shunglashqa inson naslining bu makonga tashakkur qarzi bordir. Aslida haj qilishni buyurgan Al Imron surasining 97-oyatida haj Allohning insonlar, insoniyat ustidagi haqqidir deyilgan. Oyatda tilga ilingan insonlar, insoniyat Annas kalimasi bek diqqatimizni tortadi. Chunki ibodatlarga aloqador boshqa Qur'on oyatlarida ey iymon etganlar, mu'minlar uchun, ro'za uchun 2 sura 183-oyatga, namoz uchun 4-sura 103-oyat qaralsin degandek iboralar qo'llaniladi. Ammo faqat hajga kelganda bu ahvol o'zgaradi va xitob qilingan kishilar insonlarga bakrak qartiladi. Halbuki ibodat, iymon zimini ustida o'sib yetiladi. Ibodatga aloqador barliq ilohiy ta'limotlar tabiiy va majburiy holda
müminlarni nishon qiladi. Bu asos haj haqidimi kuchga egidir. Undaqda u holda oyatda müminlar iymon etganlarning o'rniga ey insonlar xitobini ishlatishning hikmati nima? Bizcha bu hikmat ayni vaqtda haj ibodatini boshqalaridan farqli qilgan tarafga yuzlandirganmi budur. U bo'lsimi haj ibodatining müminning insonligiga qartilgan ta'limotdan iborat bo'lishidir. Müminga vafo burchi aslitilmoqda. Tashakkur va shukr etish o'gitilmoqda. Aslida har bir mümin o'zi tava bo'lgan insoniyat oilasining mas'uliyat tuyg'usi eng kuchli bo'lgan bir a'zosi bo'lishi kerak emasmidi? Aslida har müminning shohidlik mas'uliyati bor va yer yuzi bilan, makon bilan va zamon bilan bo'lgan munosabatini mushu shohidlik mas'uliyati doirasida belgilashi va bilib yetishi kerak emasmidi? İnsoniyatning to'nigan eng buyuk iymon musofasi mushu tuproqlarda boshlangan edi. Odam otimiz, Havvo onamizga va yuttirib qo'ygan jannatiga mushu rayonda uchrashgan edi. Shundan beri tarixda yuz bergan haqiqat shuki, 3 samoviy shariatning o'rtaq otasi İbrahim alayhissalom, uning azizlaridan Hajar va İsmoil alayhissalom bu rayonda o'z rolini o'ynagan edi. Hammadan bekrak eng oxirgi payg'ambar insoniyatning qorong'ulashgan olamini yangidan yo'ritgan mangulik chaqiriqini mana bu rayonda elishqa va tarqitishqa boshlagan edi. Haram ihromliq bir haj yo'lovchisining badaniga o'xshashla hurmatga sazovar va hurmati saqlanishi kerak bo'lgan holdadir. Haram har turli yomonlikqa va haq huquq tajovuzi harom qilingan rayondir. Dadingizni o'ltirgan qotil bo'lgan taqdirdimi u yerda yashagan va mehmon bo'lgan birining tukigimi cheqilolmaysiz. U yer bo'lsa ilohiy bexatar rayondir. Haramning bexatarligining kapolatchisi Allohdir. U yerda panohlangan har bir inson Allohning mehmonidir. Musofirga qilingan haqorat sohibxonga qilingan haqorat bo'lib hisoblanadi. Haramda yurgan har bir ihromli kishi o'zini haram bilan birlashtiradi. Tavhid dinning o'ziga bermoqchi bo'lgan birlik ingini tunib yetadi va har muhtaramning ehtiromiga hurmat qiladi. Haramning tosh tuproqi uningga berilgan ehtiromidan o'z nisibisini olgandir. Shunlashqa haramning tosh tuproqini haram sirtiga to'shish, sirtning tosh tuproqini haramga to'shish cheklangandir. Haramning faqat insonlarla emas, boshqa jonliqlarmi ehromliqlardan xotirjam bo'lishi kerak. Haramning vahshiy hayvonlari dunyoning eng xotirjam hayvonlaridir. Shuning bilan birga dunyoning badali eng qimmatli bo'lgan hayvonlardir. Bulardan birining masalan bir haram kaptirining amin rayonda o'linishining badali bir qo'yni qurbon qilish demakdir. Haramning faqat jonliqlarla emas, jonsizlarimi hurmatga sazovardir. Haramning yeşil otlari, tabiiy yeşil o'simliklarning bir shexini üzüşmü jinoyat bo'lib hisoblanadi. Bu cheklamalar bilan haram dunyoning eng yaxshi qo'g'dalgan tabiiy tur rayoni deb e'lon qilingan. Ehromga kirib o'z mahshirini ko'rish uchun kelgan har hoji bo'lg'usi kishilarning qo'lidan insonlar, hayvonlar va o'simliklar xotirjam bo'lishi kerak. Haramning o'tini va yer beg'irlig'uchi hayvonlarini hurmatga sazovar deb bilgan bir mu'minning haramning havosini bulg'ishi, yo'llarga tukurishi, ishgan ichimliklarning qutisini, yegan mevasining axlatini, ishlatgan tozliq qog'ozini,
yo'lning o'ttirisiga yetishi faqat qabul qilg'ili bo'lmaydigan bir ishdir. Bu xil qiliqlar haramning harmi sharif degan nomiga qilingan tajovuzdir. Bo'libmi haramning egisi Allohga qilingan adabsizlikdir. İnsan öz öydümü qılalmaydigan adabsizlikini Allah'ның öyiga, yani kelib Allah'ның mehmini ikensen qandaqmı qılalaysan? Her qancha öy egileri ve mehmanlarının xiyalığı kirib çıkmagan təqdirdimi haramның havası, suyu ve cimcitliki hiç bolmasa haramның vahşi hayvanları ve otluricilik hürmetlikdir. O havanı bulğanlar onun cimcitliğini qo'pollik bilan buzib, shavqin so'ran paydo qilib, muhitni bulg'ashga sabab bo'lganlar, uning yo'llarini, ko'chalarini, teg'ini, teshini axlatxonaga aylantirganlar, eng oddiy mehmon adablaridanmi faqat xabari yo'q kishilardir. Bu xil kishilar ko'nglidagi illatini teshiga chiqarganlardir. Haramga aloqador bu butun cheklamalar faqat İhramlıklar üçünle emas, ihramsız kişiler üçünmü inovatlikdir. Mümin bütün dünyanın haram buluşu üçün tirişişi gerek. Həcgi bargan her bir mümin uruş meydanıga aylanıp kalgan bugünkü dünyada muşundaq bexatar, bu kadar bexatar, tinişlik arılı bolgan haram rayonunu kelgen yerge yürükide köçürüp beriş gerek. Her insan turvatkan yerini ceninin, melinin, ippitinin, neslinin ve imanının qoğdalgan, insanga insani muamele kılındıgan, tabiatga tajavuz kılınmıgan, aksçe kuşlarının ve insanların nihayeti hör, taş tupraklarmı hürmetki sazaver bolgan bir haram qilishning kurishini elip beriş gerek. Osmanlı İstanbul Anadolu qirg'oqidagi Üsküdarni haram deb e'lon qilgan edi. Üsküdar haram deb e'lon qilingandan keyin Kaaba tuproqlarining bir tarmoqi bo'lib hisoblangan edi. Bir yerni haram deb e'lon qilganlik u yerning Makkaning qarindishi ekanligini e'lon qilganlik edi. Bir yerni haram deb e'lon qilish u yerga hurmat, amillik ve hürriyet elip kelgenlik demektir. Hürmet, amillik ve hürriyet bir tupraqның alohidligi haliga kelgen bolsa, u yer ortiq beledi tayyibah, güzel zimin hesaplanıdı. Hazreti Peygambermi hicrettin keyin Medineni haram deb e'lon qildi. İctimai, siyasi ve ahlaki bir yemirilishning çoqqun nuqtasida bo'lgan miladi 7. asr dunyosiga bir huzur ve tinchlik oralini barpo qilgan edi. Buning sayesinde Medinening yeşil o'simliklari ve hatta vahshiy hayvonlarini qo'g'dash doirasiga kirgizgan edi. Arab yerim oralidagi butparast qarshilik ko'rsatuvchilarning kuchining yo'qolib, bütün rayondagi xalqlarning islomga kirganligini ifodalagan vaqtlarda rayonning eng yeşil ve güzel merkezi halida bo'lgan ve O'rta Arabistonning yozligi hisoblanadigan Taifmi islomga da'vat qilingan edi. Taifliklar islomga kirish uchun 8 moddalik bir shartnoma bilan Payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelgan edi. Rasululloh bulardan 3'ini qabul qildi. U qabul qilingan moddalardan biri Taifningmi Makkaga o'xshash haram deb e'lon qilinishi edi. Bu islomga qarshi bir narsa emas edi. Aksicha ashyoga omonat ko'z bilan qargan dinning ruhiga uyg'un edi. Shunda qilib Taif davlat bag'chisi holiga kelib, insonlar hurlik va xotirjamlik ichida yashaydi. Hajdiki haram rayonidagi qoidalar insonning insong'ila emas, tuproqqa, suvga, qushqa, daraxtga nisbatan oddiy qarshini tugatmakda va
insonlar atrofida hurmatga loyiq ko'plagan narsalarning borligini hayron qolgan holda bilib olmoqda. İnsan avlodi bilan shu yashinib qolgan dunyoni o'rtaq bahrlangan nurg'un mavjudotlar bor. Haqiqatan bu mavjudotlar hayotni qulaylashtirmoqda va go'zallashtirmoqda. İnsanlarga, mavjudotlarga zulm qilganligini bildirmoqda. Eng muhimi, haj mezgilida hayot bilan tirkashmasdan birikish ichida yashash sinoq qilinadi. Albatta, buning o'ziga texmi ko'p huzur baxsh etganligini, o'zini texmi beytqonligini ko'rmoqda. Tog' toshlarga, suv tuproqqa bo'lgan ko'z qarashlari o'zgarib, ularningmi berilgan omonat ekanligini, shunglashqa haq va huquqining borligini, mavjudot ichida bir-biri bilan bo'lgan munosabatda qechib qutulolmas darajada bog'lanishliq o'rnining borligini, ularning ichidan hech qanday birining o'rnini o'zgartib etishining tabiat zanjiridagi bir halqini uzib etish deganlik bo'ladiganligini, buning bo'lsa zanjirda o'rin olgan insonnimi o'z ichiga olganligini, butun halqalarga yomon ta'sir berdiganligini eslatmoqda.